Turar uy joylarida demak to'xtalib o'tayotgan bo'lsak, 36 oy muddat davomida mulkida bo'lgan ko'chmas mulkni agar sotayotgan bo'lsa, jismoniy shaxs avval sotilgan qiymat bilan sotilish qiymati o'rtasida ijobiy farqi deklaratsiya asosida soliq hisoblanadi. Bu narsani qanday hisoblab chiqarish belgilanadi? Soliq kodeksining 375-modda 4-qismida belgilab qo'yilgan. Avval sotilgan qiymat bilan sotilish qiymati o'rtasida ijobiy farq. Agarda masalan shunday holatlar bo'ladiki, amaliyotda duch kelamiz, fuqarolar ko'p hollarda faqat sotib olishdan emas, balki fuqaroga turar uy joy meros sifatida, hadya tariqasida demak o'tish holatlari ham uchraydi. Demak, o'sha meros yoki hadya yoki realizatsiya qilib sotib olgan paytda fuqaro notarial idorasi harakatni amalga oshirgandan keyin Davlat xizmatlari markazi orqali kadastr organlariga egalik huquqini e'tirof etish uchun hujjatlar beradi. Vaholanki, o'sha davrdan boshlab fuqaroda egalik huquqi paydo bo'ladi. Ya'ni mulk huquqi e'tirof etiladi. O'sha mulk huquqi 36 oy muddaticha agar sotayotgan bo'lsa, mulkida bu holatda deklaratsiya asosida daromad soliq hisoblanadilar. Qaysi holatda hisoblanmaydi deklaratsiya asosida daromad soliqlari? Demak, agar o'sha mulk huquqi paydo bo'lgan kundan boshlab 36 oy muddatdan o'tayotgan bo'lsa, xatti-harakatlari kelgusi sotayotgan bu holatda deklaratsiya asosida daromad soliq hisoblanmaydi. Tushunarli. Demak, mol-mulkini shu davlat organlarida ro'yxatga qo'yilgandan sotgangacha bo'lgan muddatda 36 oydan muddatdan oshsa, uni qanaqa summaga sotilishidan qat'iy nazar soliq chiqmaydi. Agar siz aytganingizdek, Soliq kodeksi 375-moddaga asosan 3 yildan kam muddatga ham sotish holatlari bo'lishi mumkin. Agar 100 millionga olib 120 millionga sotadigan bo'lsa, 20 milliondan soliq to'lab beradi. Demak, bu yerda boya tushuntirib o'tganimizdek, ijobiy farq deganda nimani tushunamiz? 120 millionga sotilgan qiymatda avval sotilgan 100 million bilan demak o'rtasida 20 million daromad sifatida 12% misol tariqasida bu narsa 20 millionniki 2 million 400 ming so'm tashkil qiladi.